Ismoil Nazarov bevosita kabr yo'nalishida chiqmagan. Uning asosiy bazasi kickboksingning light contact yo'nalishi. Kick light yo'nalishi moslashish oson emas kick lightdan kabrga. Lekin hozir ko'ramiz, kecha saralash bosqichidan o'tdi. Low kick. O'ng qo'l cross. O'tkazyapti Nazarov. Bela bosib, tepib yubordi low kick o'rniga. Tezkor lekin Nazarov. Oyoq zarbalar juda chiroyli amalga oshiradi, ammo o'tkazib yubordi zarba. Qalqib qoldi, tizzada zarba. Ikkita zarba berib yuboryapti. Oyoqda tizzada aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, klinchga kirganidan so'ng bitta yo'llash mumkin. Klinchda zarba yo'llash mumkin. Boshni pastga egib zarba yo'llash mumkin emas. Yana parvoz, tizzada zarba Orziqulov. Round kick Nazarovdan. Low kick. Yana tizzada zarba. Middle kick o'tyapti, tizzada yana bir zarba. Back fist, middle kick. Bo'ldi. Round yakuniga yetmoqda, berilib ketishdi. Birinchi raund menimcha Orziqulov raundni. Hasan mana shunaqa bo'ldi. Qarang qanday qalqib yuboryapti. Middle kick ham o'tgan ekan. Tizzada zarba. Ikkinchisida Botir Abdiyev to'xtatyapti. Front kick, high kick, middle kick, low kick bilan javob qaytaryapti Nazarov. Kecha oyoq zarbalari xilma-xilligini namoyish etib bergan edi Nazarov. O'ng qo'l zarba o'tdi, o'ng qo'l zarba anchagina kuchli Orziqulovdan. Menimcha hisob ochiladigan payt keldi. Hisob ochiladigan payt keldi, ammo professionallar yana zarba o'tyapti va bo'ldi. Bundan avvalroq mana shu zarba o'tgan edi, ammo professionallar yiqilmaguncha qo'ymaydi. Botir Abdiyev bo'ldi. Yo'q, Nazarov hamma joyda. Kick lightdan professional kabr yo'nalishiga o'tish, mana bitta jang o'tkazdi, g'alaba qozondi, yorqin g'alaba, ammo kabr yo'nalishida hozirgi kunda O'zbekistondagi eng kuchli ikki boshdan biriga to'xtash kelib turib, mag'lubiyatga uchrash juda qo'rqinchli holat emas. Mana shu zarba boshida boshidan albatta rejissorlarimizdan so'rab qolardik. Takrorlab qilib namoyish etib berishadi hozir.
shifokorlar qaraguncha ham menimcha ko'ramiz. O'sha birinchi zarbada Botir Abdiyev menimcha ko'rdi. Faqat bermadi, hisobni ochdi. Yo'q. Hammasini endi Botir Abdiyevga e'tiroz bildirish mumkin, chunki xarakter bor Nazarovda. Bunga hech qanday shak shubhamiz yo'q. Sherzod Jahon sport maktabi o'qituvchisi. Qobil Ergash dalda beryapti Nazarovga. Hasan Orziqulov. Raqibiga ham yo'ldosh beryapti. Mana o'sha zarba o'tgan jarayonni jangdan hozir ko'ramiz o'sha birinchi zarbani. Mana o'tdi zarba o'tdi. Qalqigan edi, Nazarov qalqigan edi. Undan so'ng imkoniyat berdi va murakkab holatda turgan. Bu yerda ham imkoniyat beryapti, qarang. Va mana shu chap qo'l jag'iga yo'llangan zarba. Abdiyev to'g'ri tushuntiribdi, bu professionallar bu yerda imkoniyat ko'proq beriladi.